Assalomu alaykum kanal muxlislari. Bugun sizlar bilan juda ham mazali, xamiri og'zida eriydigan somsa tayyorlaymiz. Mana bu somsani qarang. Buni qarsillashini eshityapsizlarmi ovozini? Xamirlari salga uvalanib ketadi. Mazza qilib yeydigan somsa bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Kelinglar hozir birgalikda tayyorlaymiz. Demak, birinchi bo'lib xamir tayyorlab olamiz. 200 ml suv, 200 ml sut kerak bo'ladi. Xona haroratida bo'lsa bo'ldi. 1,5 choy qoshiqda tuz solamiz. 1 choy qoshiqda razrixlitel solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Un solishga o'tamiz. Bizga 600 gram atrofida un kerak bo'ladi. O'rtacha yumshoqlikdagi xamir qoramiz. Xamirimiz katta zuvala bo'ladi. Yaxshilab mushlab ishlov berib olamiz. Mana hozir stol ustiga olib, un sepib ishlov berib olamiz va zuvalamizni 4 bo'lakka bo'lib olamiz. To'rtta xamir bo'lagini zuvala qilib tayyorlab olamiz. Paketga o'rab, birpas tindirishga olib qo'yamiz. Xamirni yarim soat tindiradigan bo'lsak, 15 minutdan keyin olib, har bitta zuvalachaga yana ishlov berib, yana paketga 15 minutga o'rab qo'yishimiz kerak. O'zingizlar bilasizlar, xamirga qancha ishlov ko'p bersa, yaxshi tinvasa, xamir yaxshi yoyiladi. Tingan zuvalachalarni olamiz. Mana birinchi ikkita xamirni biz yoyib, yog'lab olishimiz kerak, keyin ikkitasini bajaramiz. Demak, birinchi zuvalani yoyib olamiz, unlab turib, qo'limizda ochib olamiz va o'qlov yordamida yaxshilab yoyib olamiz. Qo'limizda ochayotganimizda chiroyli dumaloq qilib ochsak, chiroyli dumaloq bo'lib yoyiladi. Men doim xamir yoyganda aytib o'taman, boshida un ko'p sepaman, keyin sepmayman. Bundan tashqari bizga eritilgan sariyog kerak bo'ladi. Esingizda bo'lsa, kuz faslida men qovoq somsa tayyorlab ko'rsatganman, xuddi shu usulda. Ana shunda 250 gram sariyog eritganimda taqataq yetib bergandi. Bu gal 270 gram sariyog eritdim. Mana 125 ml yarim stakan bo'ladi. Yog' quyamiz. Ro'zg'orda ovqatga ishlatadigan yog'inglardan quyasizlar. Sariyog 82,5% ishlataman doim. Yaxshilab aralashtirib olib, mana xamirni ustidan quyamiz va yaxshilab surib chiqamiz. Yog' to'g'risida juda ham kommentariyada ko'p yozishadi, qanaqa yog' ishlatdingiz deb. O'shaning uchun batafsil tushuntirib o'tdim. Demak, ekranda ko'rib turibsizlar, konvert shaklida xamirni taxlashni boshlaymiz. Har taxlaganimizda yog'lab olamiz. Taxlanish jarayonini ekranda diqqat qilib ko'rib olinglar. Taxlab, yog'lab, to'rtburchak qilib, konvert qilib yig'ib olamiz. Xamirni har buklaganimizda yog'laymiz. Bu birinchi zuvalamiz. Birinchi zuvalamizni hozir birpas tindirib qo'yamiz. Bu paytda biz ikkinchi zuvalani yoyib olamiz. Xamir qazib qolmasligi uchun paketga o'rab qo'yamiz. Ikkinchi zuvalani ham xuddi shu tartibda qo'limizda ochib olamiz, o'qlov yordamida yoyib olamiz. Kechagina komment o'qidim. Kommentda yozilgan: sariyog'ga yog' aralashtirib ishlatsa o'xshamasa kerak deb o'ylardim. Sizni retseptingiz bo'yicha tayyorlab ko'rdim, juda ham o'xshab chiqdi. Xamiri mazali chiqdi deb yozibdilar. Shuning uchun sizlarga ham ikkilanmasdan tayyorlab ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Bu xamirni ham mana yog'lab olamiz. Bu xamirni yog'lab olganimizdan keyin boya tindirishga olib qo'ygan konvert xamirimizni o'rtasiga joylashtiramiz. Xamirni bu cheti bilan yopamiz va yog'lab olamiz. Xuddi boyagi jarayon takrorlanadi. Xamirni buklagan sarimiz o'sha unli tomonini albatta yog'lab taxlashimiz kerak. Keyingi ikkita zuvalani ham xuddi shunaqa tayyorlab olamiz. Hamma zuvalalarni tayyorlab olganimizdan keyin bizda ikkita konvert xamir bo'ladi. Ikkalasi tayyor bo'lgandan keyin morozilnikka 15 minutga jo'natamiz. Xolodilnikka emas, muzxonasiga
15 minutga qo'yib olamiz. 15 minutdan oshib ketmasin. Faqat 10 minut qo'ysanglar qo'yinglar, lekin 15 minutdan oshmasin. Xamirimiz tayyor bo'lib qoldi. Paketga o'rab tindiramiz, keyingilarini tayyorlab olamiz. Ikkalasini tayyorlab olganimizdan keyin, ikkita konvert tayyor bo'lgandan keyin morozinlikka jo'natamiz. Somsani ichiga solinadigan go'sht, charv yog', piyoz, kartoshka, ismaloq hammasini mana mayda to'g'rab tayyorlab qo'yganman. Tuz sepib olamiz. Zira bilan kashnich urug'ini qovonchada maydalab solamiz. Maydalangan qora murch sepamiz va 2-3 osh qoshiq miqdorida yog' quyib olamiz. Piyoz bilan murchni yaxshilab ezg'ilab olib, keyin qolgan masalliqlar bilan aralashtiramiz. Demak, somsamizning nachinkasi ham tayyor bo'ldi. Endi xamirlarga qarashga o'tamiz. Xamirlar 15 minutdan morozinlikda turib oldi. Hozir birinchi konvert xamirimizni olamiz, yoyishni boshlaymiz. Unlab olamiz, jo'va yordamida to'rtburchak shakl berib turib yoyamiz. Unni faqat boshida sepamiz, keyin un yedirilib ketishi kerak. Somsa tugatganingizda uni ko'p bo'lsa yopishtirishga qiynalasizlar. Mana xamirni yoyib bo'lib qoldim. O'sha yoygandan keyin hozir xamirni bo'laklarga bo'lib olaman. 12 sm ga 12 sm hisobida kesib olamiz. Yoyayotganingizda shuni hisobini olib turib yoyinglar. Somsani nachinkalarini joylashtirib chiqamiz. Ikkinchi konvert xamirimiz xona haroratida, o'sha xonada tinib turadi, lekin paket o'ralgan bo'lishi kerak. Hozir esa somsalarni tugishga o'tamiz. To'rtburchak shakl berib turib tugib olamiz. Tugayotganingizda orqasini yaxshilab yopishtiringlar, o'sha xamir ulangan joyini. Ekranda sizlarga bir necha marotaba ko'rsatib beraman tugilish jarayonini. Bilasizmi, o'zi to'rtburchak shakl berib turib tugish juda ham oson. Somsalarning shakli bir xil chiqadi. Hozir mana tushuntirib o'tay, somsalarni ikki tomonni birlashtirdik. Mana keyingi tomonlarini cho'zib turib yopinglar, yaxshi yopilsin. Ko'ryapsizlarmi, tez va oson. Xamir ham juda ham mazali chiqadi. Bu paytda duxovkani qizdirib qo'yamiz, demak olovni yoqib qo'yamiz. Tugilgan somsalarni pergament qog'oz solingan duxovka listiga terib chiqamiz. Somsalarni ustiga surish uchun har doimgidek bitta tuxumni sarig'i, unga ozgina sut qo'shamiz, aralashtiramiz, ustidan yaxshilab surib chiqamiz. Tuxumni sarig'ini surib bo'lganimizdan so'ng kunjut sepamiz, qora sedana sepamiz. Somsalarimizni chiroyli qilib bezatib olamiz. Somsalarni qizib turgan duxovkada 190 gradusda qizarguncha pishirib olamiz. Chiroyli qizargandan keyin olinglar, oppoq qilib olib qo'ymanglar. Birinchi listimiz ketdi duxovkaga, mana bunisi ikkinchisi. Bu listni ham pishirishga jo'natamiz. Vaqt o'tib somsalarni duxovkadan olamiz. Voy, mana buni rangini qarang, chiroyliligini qarang. Do'mboq somsalar tayyor bo'ldi. Bu somsalarni qarsillashini aytmaysizmi, ovozini aytmaysizmi? Qo'lingizga olgandayoq ovozi eshitilib turibdi. Hamma somsani tegi toza, chiroyli chiqqan. Pishirgan somsalarimni sizlarga reklama qilib bo'ldim. Endi hozir ushatib ko'rsatib beraman. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Yaqinlaringizga albatta iftorlikka tayyorlab bering.